Barchaga salom do'stlar. Sizlar bilan yana o'sha Real kanali va bugungi video rolikimizda mana shu qishlog'imizni yana kuchaytiramiz. Esingizda bo'lsa, o'tgangi qismda mana shu bashniyani qurgan edik. Nima yonidan? Mana shu bashniyani qurgan edik. Kelasi videoga mana shu joylarda kuchaytiramiz deb aytganmiz. Bashniyalar quramiz deganmiz. Videoni boshlashimdan oldin like, obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Keyin bitta gapni aytib qolay. Kommentga yozib ketinglar, kommentariyaga yozib ketinglar. Kommentariyaga nimalar qilishaman. Keyin do'stlar, o'tgangi videomizda birinchi qismda mana shu zinalarni ham qurayotgan edim, lekin u yozib olinmabdi, o'chib qolibdi yag'iga o'chib qolibdi. Mana bunaqa tepalilarga zinalar qildim. Hozir endi nima qilsak bo'ladi? Uylar quramiz, kattalashtiramiz mana zonalarimizni. Qani masalan, birinchi o'rinda biz shunday chapga kiramiz, bunga kiramiz, bag'daga kiramiz degan. Diqqatni bitta deb qo'yamiz. Ana bo'ldi. Kommentariyaga yozib qoldiringlar nimalar ko'rishligimizni do'stlar. Nima quraylik do'stlar? Aytgancha birinchi bayroq o'ylab topaylik, bayroq. Davay. Mana ba'zilar bayroq o'ylashni bilmaydi, to'g'ri. Ba'zi yangi Minecraft'larlar. Mana shu narsa kerak bo'ladi bizga. Va mana shu qani bayroq. Hozir 6 sekund qaytaydi u. Qani bu yerda yo'q-ku. Qani bayroq? Bo'pti, nicho. Xo'sh do'stlar, bizga kerak bo'ladi cho'pak. Voy, mana qilgan paytini. Wi-Fi o'chigu. Nicho. Cho'pak kerak bo'ladi va jun kerak bo'ladi. Xullas, bu o'yda junda kerak bo'ladi. Buni bitta qo'yamiz degan. Buni qilsak bayroq paydo bo'ladi mana. Bayroq craft qaytdi ekan. Nicho. Endi bizga versa seni toza joy kerak. To'qqa qo'yamiz. Mana xohlagan ranglarni mana yerda olasiz. Rangni bilmaganlar mana bitta rang bor. Xohlagan ranglardan ko'k, sariq qo'yasizlar mana. Nicho. Do'stlar, 6 sekund. Xo'sh do'stlar, kirib oldim va ustiga bosamiz va bayrog'imizni mana matga qo'yamiz. Va to'xtanglar, rang olamiz. Endi rang oldim, nimaga saqlanib bo'lmadi? Ko'k, sariq, alhamdulillah. Zo'r shukurim kelib ketdi. Hammaga xohlagan ranglarni qo'yasizlar mana. Mana bunday qolmatda xohlagan ranglar tanlaysizlar mana yonda turibdi. Xohlagan ranglar tanlaysizlar. Qo'yamizdan turib pastini ko'tarilib
bo'ldi. Yana pushti qilamiz. Tepasini pushti qilaylik. Tepasini pushti qilaylik. Voy. Tar yarashdi o'zi. Bir chiroyli. Mana shu bizning bayramimiz endi. Ilarda tepasini pushtimas. Böyle yashil. Alhamdulillah. Ve Voy. Mana endi yarashdi. Buncha yomg'ir ko'p yog'yapti. Bayroqlarimizni ilib chiqamiz endi nima qilaylik? Mana kelar endi o'zimiz yangi uy quramiz. Ya'ni nima qursak bo'ladi? Deylarchi buni g'or ichini qarab ko'ramiz desam, g'or ichini qaragim kelmayapti. Mana shu yergacha kattalashtirib turaman. Keyingi qismlarni yoki keras qismlarini mana shularni kattaytiramiz. Bo'pti do'stlar, video yoqqan bo'lsa like, obuna va podpiska qo'yinglar, ya'ni obuna bilan like bosib qo'yinglar. Yana ko'proq like yig'sa yana yangi qismlar chiqadi buni. Sog' salomat bo'linglar. Keyingi videomizda yana mana shu videolar yoki Roblox olaman. Yoqqan bo'lsa like, obuna, hammaga xayr do'stlar.